Qimmatbaho sovg'a o'zim bo'lsam kerak. Bayramga bergan eng qimmatbaho sovg'angiz. Telefon. Necha pulga tushgan? 1114 rublamiz. To'g'risi, uzuk oldim. Gul oldim. 1,5 million. Bu ham 500 mingga tushdi. Bu qizimizga-da. Bayramga bergan onajonimga tilla uzuq olib berganman. Komplekt olganimizda tilla sirg'asi bilan 5600 ga tushgan. Bunimizni 350 mingga oldim. Bu ham onajonimga. Tepki soat 700 dollarga tushgan. Tepki 500 mingga tushdi. Teddy aya bo'lsa kerak, deb pulini aytolmayman. Siri bilan qolsin. Ayting endi o'rtacha. 1,5 million atrofida. Hozir bu opachamga 500 mingga narsa oldim. Uydagilarga menimcha mana soat qadar qilganman, vaj. Bu 300 dollar, gulla 500 mingga oldim opamga. Kumush komplekt. Kimga va necha pulga tushgan? Yo, ayta olmayman. Hop, necha pulga tushgan? 1 million atrofida aylandi. 800 mingda. Donasi 50 ming bo'lib ketibdi qimmatli. Shu onamga berganman. O'rtacha 1 millionga yaqin bo'lsa kerak. Kumush Bugungi lolalar necha pulga tushdi? 300 dollar. 600 ga tushdi. Bittasi onamlarga, bittasi opamga. Gul endi singlim yaxshi ko'ruvchi kosmetik narsalar. Ayiqcha shu. Opam bilan onam o'sha gul. Opam qizil yaxshi ko'radi. O'qishdi. Xullas bor narsa olishga harakat qildim.